Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana bugungi hozirgi kunda aynan trixologlar o'rtasida dolzarb muammolardan biriga aylanib kelayotgan kasalliklardan biri aynan trixotilomaniya kasalligi. Trixotilomaniya kasalligi bu nima? Qachon yuzaga keladi? Aynan bu kasallikning yuzaga kelishida chaqiruvchi faktorlar bor. Aynan bu faktorlar bilan qanaqa kurashish kerak yoki qanaqa oldini olish kerak har biri haqida alohida to'xtalib o'tamiz. Trixotilomaniya kasalligi bu kasallik ko'proq uchraydigan holatlardan biri aynan nerv sistemasida bo'ladigan o'zgarishlar, ya'ni psixik o'zgarishlar. Shunaqa holatlar bo'ladiki, yosh bolalarni erta bolalik davrida ko'p uchraydi. Erta bolalik davrida ularga bo'layotgan bosimlar yoki har xil o'zgarishlar, unga nisbatan qo'llanayotgan qo'rquvlar, shular natijasida yuzaga keladi. Bu kasallik qanaqa yuzaga chiqadi, ya'ni qanaqa belgilar paydo bo'ladi? Bemorda o'zida sochi, qoshi yoki tanasidagi tuklarni yulishi boshlanadi. Ya'ni o'ziga o'zi ozor berishni boshlaydi. O'sha bilanki tinchlanish yoki bo'layotgan jarayonga javob reaksiyasi sifatida qarashimiz mumkin. Bu kasallik borib davom etaversa, ya'ni yulingan sochini yoki umuman tanasidagi tuklarni o'zi yeyish darajasiga o'tadi. Yeb shunaqa videoroliklar ham bor. Xirurglar oshqozonni yoki ichaklarida xirurgik muolajalar o'tkazilgan paytida katta o'lchamdagi soch tolalarining to'plami masalan chiqargan holatlar ham yo'q emas. Bu holat hozirgi kecha kunduzda juda ham ko'p uchraydi. Ushbu kasallikni chaqiruvchi faktorlari yuqorida aytganimdek nerv sistemasi bilan ko'proq bog'liq. Bu nerv sistemasi bilan bog'liqlik tomoni shundaki, uzoq vaqt davomidagi bosimlar natijasida yoki qo'rquvlar natijasida bu sekin-sekin psixik o'zgarishlar yuzaga keladi. Psixik o'zgarishlar organizmda shunaqa o'zgarishlar chaqiradiki, o'zini soch tolalarining o'zi yulish boshlanadi. Bolalar erta bolalik davrida yoki o'smirlik davrida. Bu holat hozirgi kecha kunduzda kattalarda ham ko'plab uchramoqda. Bunda qanaqa klinika yuzaga keladi? Klinika shunaqa yuzaga keladiki, bitta joyini sochini yulaverganligini hisobiga aynan o'sha joyda sochlar yo'qligi kuzatiladi. Buni trixoskop yordamida ko'rgan vaqtimizda sochlar bir xil tekislikda sinmagan, har xil tekislikda singan bo'ladi. Shunaqa holatlar ko'p uchraydigan holatlardan yana biri yosh bolalarda masalan ota-onasini muntazam urishishi yoki qanaqadir uyda bo'layotgan jarayonga bolalar o'ziga qo'rquv deb qabul qildimi, bu uzoq vaqt davom etavergandan keyin bola shunaqa psixik o'zgarish yuzaga keladiki, bola bilan gaplashgan vaqtida xuddi nimagadir aybdordek gapiradi yoki o'zini shunaqa tutadi bemor. Shu bola shunaqa tutishlar natijasida berilgan savollarga nisbatan aldash boshlanadi. Ya'ni biz tomonidan beriladigan savollarga to'g'ri javob bermaydi. Bemorlarga beriladigan savollardan eng ko'p masalan savollar beriladi. Nimaga sochingni o'zing yulyapsan degan savol berilganda, unda bemor yo'q, men yulmadim degan javob beradi. Yoki bemorga berilgan savollardan, ya'ni chalg'ituvchi savollardan biri yulingan sochingni rangi, ildizini rangi qanaqa desa, rangini to'g'ri ayta oladi. Buni oddiy diagnostik usullardan biri. Shunga o'xshagan bir nechta savollar bor. Bu savollarga albatta to'xtalmaymiz. Yana bemorlarda bo'ladigan o'zgarishlardan biri aynan qaysi sohada og'riq bo'lmasa, o'sha sohani ko'proq yulish boshlanadi. Birinchidan, ikkinchidan bemorda o'ng qo'lda aktivni ishlaydimi, chap qo'lda aktivni ishlaydimi? Qaysi biriga qarab sohani tanlaydi. Ya'ni o'ng qo'lida aktivni ishlasa, ya'ni o'ng qo'li o'ziga qulay holatda bo'lsa, unda o'ng qo'li yetadigan sohalarda uchraydi. Ya'ni chap tomonda uchramaydi. Yoki chap qo'li aktivni bo'lsa, ya'ni chap qo'l deymiz o'zimizda shunaqa chap qo'li bilan ishlaydigan bo'lsa, unda o'ng tomondan yulmaydi, faqat chap tomondan yuladi. Og'riq kam bo'ladigan sohalarni tanlaydi ko'proq bu holatda. Soch o'sib chiqaveradi, qaytadan o'sha sohani yulaveradi. Yoki qisqa vaqt ichida kattalashish bo'ladigan bo'lsa, bitta yulingan soch qaytadan chiqish davriga yetmasdan bu jarayonni davom ettiraversa bemor yulishdan. O'sha zararlangan soha, ya'ni o'choq kattalashib ketaveradi, atrofga qarab kengayib ketaveradi. O'rtasidan yangi sochlar chiqish boshlaydi, atrofga qarab yana kattalashib yulingan va yuqorida aytilgan davolash
hozirgi kechagi kunduzda masalan dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Aynan shu kasallik haqida davolash qanaqa bo'lishi kerak? Bu holatda masalan bu kasallikda o'zi ketishi bor. Erta bolalik davrida, o'smirlik davrida, kattalarda uchrashi bor. Har bir davrda o'ziga xos klinika bor. Masalan, yosh bolalarda yuqorida aytganimizdek yuqori bosim ustida ushlab turish yoki qo'rquvlar natijasida yoki muntazam oilada bo'ladigan kelishmovchiliklar ota-ona o'rtasida yoki oilaviy notinchlik qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bolaga ziyon beradigan darajada yoki shunaqa jarayonlar bo'ladi, o'zi kutilmagan holatda kutilmagan voqelik guvohi bo'lib qoladi, qo'rqib qoladi. Bu qo'rquvga nisbatan organizmda javob reaksiyasi psixik o'zgarish natijasida sekin-sekin sochlarni yulish boshlanadi. Kimdir sochini yuladi, kimdir qoshini yuladi, kimdir soqolini yuladi, masalan yosh kattalarda. Tanasidagi tuklarni yuladiganlar bor. Bu yuladigan sohani o'zi tanlaydi. Buni hech kim belgilab bera olmaydi aynan shu soha. Lekin ko'proq holatda, ya'ni uchraydigan holatlardan biri, sababi ko'p uchraydigan holatlar deyishimizga sabab yosh bolalarda soqol bo'lmaydi yoki tanasida tuklari bo'lmaydi, shu uchun sochni tanlaydi. Shu uchun boshning sochli qismida juda ko'p uchraydi bu holat. O'smirlik davrida bu uchraydigan psixik o'zgarishlar kimdadir uzoq vaqt dori-darmonlar qabul qilish, psixik dorilar qabul qilganlar ham bor orasida. Umuman psixiatr nazoratda turadigan dorilar bor, shular nazorat ostida beriladigan dorilar bor bemorlarga. O'sha bemorlarni qabul qilib, yana qaytadan to'xtatib qo'yishi yoki uzoq vaqt qabul qilishi yoki palaparchiq qabul qilish natijasida yuzaga kelishi mumkin. Yoki ayni o'sha paytda seviladigan davr bo'ladi, o'smirlik davrida. O'zlarining ishqiy muammolarini qanaqadir javob reaksiyasi sifatida psixik o'zgarishlar yuzaga kelib, buni soch yulish bilan reaksiya berishi mumkin. Kattalarda bo'ladigan, masalan, shunaqa hozirgi holatda O'zbekiston sharoitida uchrab turadigan holatlardan, ko'p uchraydigan holatlardan biri yana ayollarda, yoshi katta ayollarda, erkaklarda kam uchraydi. Yoshi katta ayollarda nimagaki, turmush o'rtog'ini tazyiqi ostida turgandan keyin doimiy bu holat kuzatilaversa, ularda ham shunaqa o'zgarish bo'ladi. Bu bemorlar bilan gaplashgan vaqtingizda juda ham ehtiyot bo'lib gaplashish kerak. Uni shaxsiyatiga tegadigan savollar yoki unga qanaqadir to'g'ri kelmaydigan, o'ziga mos bo'lmagan savolni berib qo'ysangiz, reaksiyasi juda ham kuchli bo'ladi, ya'ni qo'zg'aluvchan bo'ladi. Sizga nisbatan boshqacha reaksiya berishi mumkin. Shu uchun gaplasha bilish kerak. Gaplasha bilishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri birinchi o'rinda biz psixonevrologga yuboramiz. Psixonevrolog o'zi gaplashib, ko'rib, kuzatib, masalan, birgalikda davom muolajalarni boshlaymiz. Ham biz tomonidan, ham psixonevrolog tomonidan berilayotgan davom muolajalar natijasida bemorlar o'zini tez o'nglab oladi, tez o'ziga keladi. Bu o'tib ketuvchi holat, bu doimiy holat emas. Psixik o'zgarish degani bu butun umr shunaqa holat degani emas. Agar bemorga to'g'ri yondashilsa, to'g'ri tashxis qo'ya olsa, to'g'ri davo muolajalarni olib bora olsa, bu qisqa muddat ichida bu holatdan xalos bo'lish mumkin. Agar bo'linadigan o'rtalikda bo'ladigan xatolar yuzaga keladigan bo'lsa, bemorni davolash jarayoni juda ham ko'p vaqt talab qilishi mumkin. Albatta, har bir yoshda o'ziga xos davom muolajalar olib boriladi, o'ziga xos tekshiruvlar bor. Har biri haqida to'xtalib o'tmadik. Umumiy klinika haqida gaplashdik hozir. Trixotilomaniya kasalligini to'g'ri tashxis qo'yish uchun, masalan, birinchi o'rinda qishloq vrachlik punktlari, masalan, yoki tuman tibbiyot birlashmalari, poliklinikalar, ayni shu jarayonlardagi shifokorlarimizdan ko'p bu aynan shu kasallik bilan duch kelish holatlari ko'p bo'ladi. Shunaqa holatlarda to'g'ridan to'g'ri trixologga yuborishini tavsiya qilgan bo'lardik. Ya'ni trixologning aynan bu kasallikda eng muhim tomonlardan biri, ya'ni trixolog kerakligi tomonlardan biri, bu bemorlarda qancha erta tashxis qo'ysa, shuncha tez yaxshi bo'ladi. Qancha tashxis qo'yishda kechikadigan bo'lsak, ertaga o'zgarishlar ham katta bo'lib, bizni qaytadan o'sha bemorni qaytadan sog'ayish jarayoni uzoq vaqtda talab qilishi mumkin. Qanaqa savollar bo'lsa berib boring, albatta kuzating, javob berishga harakat qilamiz.